Wildberries yoki AliExpress'dagi posilkangiz Toshkentga qanday etib keladi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Yoki Namangandagi yangi mevalar 2 kun ichida Moskvaga qanday etib boradi? Bularning barchasini ortida bir inson bor. U hech qachon rolda o'tirmaydi, lekin usiz iqtisodiyot to'xtaydi. Boshida maosh $500-800. 2-3 yildan keyin $1000-1500 ga ko'tariladi. Buning uchun dasturchi yoki matematik bo'lish shart emas. Tanishib oling, bu kasb. Logist yoki supply chain mutaxassisi. Ko'pchilik logistni haydovchi yoki yuk tashuvchi deb o'ylaydi. Aslida esa logist tovar harakatining dirijori. Uning vazifasi tovar A nuqtadan B nuqtaga vaqtida, eng arzon narxda, yo'qotmasdan, barcha hujjatlari bilan itib borishini ta'minlash. Faraz qilaylik, bir kompaniya Toshkentda ko'ylak tikish uchun Xitoydan material keltiradi. Logist eng qulay yo'nalishni tanlaydi. Yuk tashuvchilar bilan kelishadi. Bojxona hujjatlarini rasmiylashtiradi. Yukni kuzatib boradi. Kechikish bo'lsa, muammoni hal qiladi. Oddiy qilib aytganda, logist yuk kerakli joyda, kerakli vaqtda va kerakli narxda bo'lishini ta'minlaydi. Logistning kuni yuk ko'tarish emas, balki kompyuter, telefon va hujjatlar bilan o'tadi. Birinchi, rejalashtirish. Erta bilan logist qaraydi, qaysi yuk jo'natiladi, qaysi biri kutilyapti, qayerda kechikish bor. Yo'nalishlar va tashuvchilarni tanlaydi. Ikkinchi, muloqot. Logist doim aloqada. Haydovchilar bilan, qayerdasiz? Qachon bo'lasiz? Mijozlar bilan, yuk jo'nadi, itib boradi. Bojxona bilan, qanday hujjatlar kerak? Omborxona bilan, yukni qabul qiling, tekshiring. Uchinchi, hujjatlar. Shartnomalar, schyot fakturalar, yuk xatlari, deklaratsiyalar. Hujjatdagi xato yuk yoki pulga tushishi mumkin. To'rtinchi, muammolarni hal qilish. Bu eng asabiy, ammo eng qiziqarli qism. Mashina buzildimi? Yuk chegarada qoldimi? Bojxona qo'shimcha hujjat so'rayaptimi? Logist vahimaga tushmaydi, yechim qidiradi. Bu kasb ko'p vazifani bir vaqtda bajarishga, turli odamlar bilan muloqotga va hujjatli ishlarga tayyor bo'lganlar uchun. Har bir kasbda bo'lgani kabi, logistlikning ham afzalliklari va kamchiliklari bor. Afzalliklari: barqarorlik. Yuk har doim tashiladi. Logist har doim kerak. Tez boshlash. Oliy ma'lumotsiz, yordamchi logist sifatida boshlash mumkin. O'sish imkoniyati. 2-3 yilda bo'lim boshga chiqish mumkin. Kamchiliklari: asab. Chegarada yuk qolsa, hamma telefon qiladi, mijoz, rahbar, haydovchi. O'zini tuta bilish lozim. Tartibsiz vaqt. Yuk yarim tunda kelishi mumkin, bojxona dam olish kunida ham telefon qilaveradi. Boshida oylik kichik. $500-800. Tajriba ko'tarilgan sari oylik ham o'sadi. Kimga mos, mas'uliyatli, tartibni yaxshi ko'radigan va ko'p vazifani bir vaqtda bajara oladiganlarga. Kimga mos emas, telefon orqali ko'p muloqot qilishni yoqtirmaydigan, stressda yo'qoladigan yoki birdan katta pul kutadiganlarga. Logist bo'lish uchun maktabda qaysi fanlarga e'tibor berish kerak? Birinchi, matematika. Logist doim hisoblaydi, yuk narxi, soliqlar, bojxona to'lovlari, yo'nalishlar. Murakkab formulalar kerak emas, lekin foizlar va asosiy hisob-kitoblarni bilishi shart. Ikkinchi, geografiya. Logist bilish kerak. Asosiy shaharlar va portlar qayerda? Qanday yo'nalishlar bor? Qaysi chegarada qanday hujjatlar kerak? Uchinchi, tillar. O'zbekiston logisti quyidagi tillarda ishlaydi. O'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida,
Hech bo'lmaganda asosiy ingliz tili katta afzallik beradi. 4. Informatika. Logistlar maxsus dasturlarda ishlaydi. Kompyuterni yaxshi bilish kerak. Muhimi, boshlash uchun oliy ma'lumot shart emas. Ko'p logistlar yordamchi yoki operator sifatida boshlab, ish joyida o'rganishadi. Logist bo'lish uchun nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda ham ko'plab imkoniyatlar bor. O'zbekistonda eng yaxshi variantlar: Toshkent davlat transport universiteti, transport va logistika bo'yicha asosiy oliy o'quv yurti. TUIT, kuchli IT tayyorgarligi bilan logistika yo'nalishlari. Westminster universiteti, xalqaro dastur, ingliz tilida. Xorijda o'qishni xohlasangiz, byudjeti yuqori bo'lmagan, ammo ishonchli variantlar. KOS universiteti. Turkiyaning eng kuchli universitetlaridan biri, o'zbekistonliklar uchun stipendiyalar bor. Riseba, biznes, logistika, ingliz tilida. Bitiruvchilari xalqaro kompaniyalarda ishlaydi. Kazak, British Tech universiteti, Britaniya dasturi, O'zbekistonga yaqin, diplom tan olinadi. Yana bir yo'li, onlayn. 4 yil o'qishni xohlamasangiz, bepul yoki arzon kurslardan boshlang. YouTube'da logistika bo'yicha ko'plab kurslar mavjud. Logist, bu doim kerak bo'ladigan kasb. Birinchi kundan katta pul topa olmasligingiz mumkin, ammo doimiy ish, tez boshlash va aniq martaba yo'li bor. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda boshqa bir kasbni ko'rib chiqamiz.